Assalomu alaykum O'zbekiston. Xullas kalom, chempionda nima gap deyishlar bugun. Chempion operatsiyadan chiqdi, burnini Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana alhamdulillah. Issiq edi. Birdaniga burnimni tuzatib oldim akalar. Yomon surib ketgan ekan, bir 6-7 ta ukkol oldim. Xudoga shukr, cho'tki qilib tuzatib oldim. Issiq edi, bir uxlamasdan turib jangdan chiqib, hozir do'stim bilan qaytyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh bu boshlanishi. Sekin ana endi prof baysdan beraverasizlar Octagon Liga. Media qilmasdan. Media qilmasdan. Xudo xolasa inshaalloh endi jang sanasini belgilaysizlar. Biz sirasi zaldan chiqib boramiz inshaalloh, Xudo xolasa. Zalda mehnatini kayfi boshqacha ekan, oshna. Вообще, ko'rdingiz, bir ish zalda shug'ullanib, shu rezultatni berdim. Bilmadim, bir yillarga shug'ullansam, menimcha Ilya Toporiya bilan ham ko'rishib berib bir salom qilib borsam kerak. Xudo Chay xolasa. ichkasa ichib borsam kerak. Inshaalloh, Xudo xolasa. O'zbekiston hazil-huzul gaplar ichida rost gaplar ham bor. Duo qilib turinglar. Xudo xolasa, darsi bo'lish davom etadi. Ikkita jaydari yigitni hikoyasi davom etadi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin.